boshida to'g'risi ishonmagandim. Yonimizdagilar ham yo'q, mashinik bir kunda ola olmaysan, bo'lmaydi deyishgandi. Вот это поворот. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lsin, bir kunda pirovali bo'lsin. А что, так можно было, что ли? Farg'ona viloyatidamiz. Zo'r imtihonlar, zo'r qiynalmadik. Mana bir kun ishimiz bitdi. Olib, endi sekin qaytamiz uyga. Men Andijondanman. Moskvadan kelib olib ketyapman. Bir kunda ishimiz bitdi. Hamma yo'q yaxshi. Hamma yo'q ishonchli. Men Xorazm viloyati Qizilarish tumanidan Bekzod. Bu ekzamenlar hammasi oson o'tdi. Hammaga tavsiya etaman. Keldik. Bir kunda imtihonni topshirdik. Hop, vajdaniyadan o'tdik. Mana keldik, pravalar oldik. Assalomu alaykum. Bizni YouTube'dagi kuzatuvchilarimiz, sizlar bilan har doimgidek Murod Qodirov. Do'stlar, bugun 18-mart sanasidamiz. Pskov shahridan bu efirimizni olib boryapmiz. Hozir akalarimiz bilan xudo xolasa pravalarni oldi. Ikki og'iz har doimgidek tanishamiz, qayerdan keldi, nima qanday bo'ldi, imtihonlar hammasini hozir sizlarga aytib beradi. Aka, assalomu alaykum. Yana bir bor. Assalom. Men Qo'qon shahridan, O'zbekistondan. Yaqinroq gapiravering. Men Qo'qondan. Xo'p, boshida to'g'risi ishonmagandim. Yonimizdagilar ham yo'q, mashinik bir kunda ola olmaysan, bo'lmaydi deyishgandi. Yo'q, Allohga shukr, mana yuzimizni yorug' qildi. Keldik, bir kunda imtihonni topshirdik. Hop, vajdaniyadan o'tdik. Mana keldik, pravalar oldik. Allohga shukr, yuzimiz yorug' bo'ldi. Shoshli ekanmi? Albatta. Tavsiya qilaman, marhamat kelinglar. Bir kunda vaqtlaring ketmaydi. Bir kunda qutulasizlar hammasidan. Qo'qonliklarga nima deymiz? Qo'qonliklar bosinglar gazini. Aka, gap yo'q. Chunki akamiz Qo'qondan. Aka, assalomu alaykum. O'zi tanishni qanaqa bo'ldi? Imtihonlar bir ikki oz gapirib o'tsangiz. Imtihonlar yaxshi bo'ldi. Biz mana Andijondanman. Moskvadan kelib olib ketyapman. Bir kunda ishimiz bitdi. Hamma yo'q yaxshi. Hamma yo'q ishonchli. Va'da qilganlaridek shunday hamma yo'q yaxshi kechdi. Qo'llarimizga salomon oldik mana. Ishonchli, hamma yo'q yaxshi. Qayerdan keldingiz? Moskvadan. Gap yo'q. Metishidan. Metishidan, ha? Aka, gap yo'q, ishingizga omad. Metishida meni otam harbiy xizmatda bo'lgan 1981-82-yilda adashmasam. Aka, ishingizga omad, charchamang. Omad. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qana o'zi tanishtiring, qanday bo'ldi? Imtihonlar qayerdan keldingiz? Men Xorazm viloyati Qizilarish tumanidan Bekzod. Bu ekzamenlar hammasi oson o'tdi. Hammaga tavsiya etaman. Kelib bemalol olaverasizlar, qo'rqmasdan. Ishonchli ekanmi? Ishonchli, garantiyali. Aka, ishingizga omad, sizni ham tabriklayman yana bir bor. Mikrofonga yaqinroq gapir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zi tanishtiring, kameraga qarab. Farg'ona viloyatidamiz. Zo'r imtihonlar, zo'r qiynalmadik. Mana bir kun ishimiz bitdi. Olib, endi sekin qaytamiz uyga. Kelinglar, tavsiya qilamiz. Aka, ishingizga omad. Aka, rahmat. Aka, assalomu alaykum. O'zimizning Xorazm Gurlandan ikki o'z. Assalomu alaykum hammaga. Mana shu Murod ustamiz sharofati bilan pirovali bo'ldik. Hammaga tavsiya etamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lsin, bir kunda pirovali bo'lsin. Tavsiya etamiz hammaga. Ishlarga omad, yaxshi salomat bo'ling do'stim. Xudo space texnikalarga sizlar ham shunaqa ishonchli uchirma sentrlardan men orqali prov olmoqchi bo'lsangizlar, ekranda o'zim WhatsApp nomerlarimni qo'llanaman, bemalol kunu tun telefon qilishingiz mumkin. Xudo xolasa, hozir aprel oyiga qabullar ketyapti. Bemalol tezroq mana o'zi sezon boshlanyapti. Akalarimiz ham o'sha vaqtida olyapti. Xudo xolasa chotkul 100% inshaalloh yordam xizmati bor. Mana sog' bo'linglar. Telefondagizni kutib qolaman. Mana shu videoni prov olmagan tanishlarga yuborib qo'ysangizlar, xudo xolasa manfaatli bo'ladi. Sog' bo'linglar.